Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun sizlar bilan shumkali navesimizni qanchaga bitgani, razmeri nechiga nechi, qanaqa materiallardan ishlatilgani haqida ustakamiz bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum ustaka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Tinchmisiz aka? Qo'lingiz dard ko'rmasa aka, chiroyli naves qilsizlar-ku. Ha, xudo xolasa juda chiroyli chiqdi. Aka, bu shumkali navesimiz qanaqa bo'ladi endi bu? Nimaga shumkali deyiladi? Shumkali deyishini hisobi tagiga dub faner tashlaymiz. Aha. Dub fanerning ustidan issiq o'tkazilmasligi uchun folga tashlaymiz. Uni ustidan keyin 0.4 qalinlikda prof nasl qatlaymiz. Undan keyin prof nasl qo'yiladi. Ammo vashshi zo'r chiqibdi aka. Oppoq bo'lib chiroyli chiqargan, gap yo'q lekin. Uyda chiroyga ham boshqacha chiroy qo'shiverar ekan aka bu. Uyda ko'rkiga ko'rk qo'shiveradi undan. Oddiy tunikali qilgandan shumkali qilinsa juda boshqacha chiroy chiqargan. Aka, bunga qanaqa materiallardan ishlatasizlar? Bu navesimizni eni kattaligini hisobiga asosan qalin narsa ishlatdik. Aha. Qoralarimiz 6 ga 4 profildan ishlatdik, firmalarimizga 4 ga 4. 4 ga 4 dan qo'yilgan. Gap yo'q ustaga. Buni razmeri nechi aka? Razmeri eniga 13 metr, uzunasiga 14 metr. 13 metrga 14 metr, ha? Necha puldan aka ustaga kvadrati hozirgi kunda? Navesimizni 1 kvadrat 350 mingdan tushdi. 350 mingdan. Gap yo'q lekin narxlari ham yaxshi ekan ustaga. Narxlari yaxshi. Turishga qaraganda. Boshqacha ko'rinyapti, baquvvat. Bu aka yozgi kunlarda issiqda o'tkazmaydimi? Yo'q, issiqda o'tkazdirmaydi. 95% o'tkazdirmaydi issiqda. 95% o'tkazmaydi. Anaqa yomg'ir kunlarda-chi taraqa turib bormaydimi ustaga? Yo'q, taraqa turib ovoz o'tkazdirmaydi. Xudo xolasa, mana obunachilar, yomg'ir kunlarda taraqa turib bo'lmaydi. Yozda issiq kunlarda ham pastda salqin bemalol qanaqadir biznes ishlaring bo'lsa, tagida qiladigan ishlar bo'lsa, bemalol yozda issiq kunida ham o'tirib salqinda ish qilishlar mumkin. Mana uyimiz egalari ham kulolchilik bilan shug'ullanishar ekan. Naves tagida xudo xolasa ishlarimni qilaman deb niyat qilib qildirishdi. Sizlarda ham shunaqa ishlar bo'lsa, bemalol qilishinglar mumkin. Ustaga buni tashqaridan ko'rinishini ham bir ko'raylik-chi. Ko'chadan kelganda ham mana shu navesli meni uyim deb kirsa kerak. Bagati turib ko'chadan ham. Bagati tursa kerak. Bismillah. Ammo gap yo'q aka. Farg'ona viloyati Rishton tumaniga o'rnatib berdilar buni. Aha, Rishton tumani. Hozirgi navesimiz Farg'ona viloyati Rishton tumaniga qo'yilgan. Gap yo'q ustaga. Ustaga yana bitta savol sizga. Misol uchun men boshqa viloyatdanman, Toshkentdan yoki Jizzaxdan telefon qilyapman sizga. Naves yasatishim kerak, borib o'lchab kelishlar, boshqalar hammasi qanaqa bo'ladi? O'zbekiston bo'ylab kelishilgan narxlarda qilib beraveramiz. Borib razmer olishlari bepul. Hammasi beplatni aka. Beplatni. Ammo gap yo'q sizga. Yana qanaqa turlari bor naveslarning? Naveslarning 15 dan ortiq turlari bor. Ba'zi les. 330 mingdan boshlab turib 700 minggacha kvadrat ketaveradi. 330 mingdan boshlab 700 minggacha naveslarni turiga qarab tanlasalang bo'lar ekan. Yani xuddi shunaqa shumkali naveslarni aka boshqacharoq gulli qilib yasasa ham bo'ladi. Bo'laveradi. Misol uchun buni ham gullari chiroyli, skromli turibdi. Yana boshqacha lazerli qilib, napolni shunaqa qilib yasasa bo'ladi aka. Yasasa bo'laveradi. Yo'q, gap yo'q. Necha pulga bitdi ustaga mana shu? Общий summa 63 million 700 ming. 64 million 700 mingga hammasi ichida kelib o'rnatib berish ichida aka. Ichida bo'ldi hammasi. Yo'q, gap yo'q. Oldingidagi uyga kelib 10 kun 15 kunda qilinmas ekanda ustaxonada yasab kelib 2 kun 3 kunda ustanoga chiqib ketiladi. 2 kun ichida ustanoga chiqib ketdik. Gap yo'q aka. Qo'llaring dard ko'rmasin.
Hurmatli obunachilar, agar sizlarga ham shunga o'xshagan naveslar kerak bo'lsa, bemalol ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilishinglar mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.